Qalbingizda nima bor? Nafsingizda nima niyat qilib yashayapsiz? Mana shu yerda haqiqat yashiringandir. Shu sababli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga va'z nasihat qilar edilar. Ularni ogohlantirib, taqvo mana bu yerda, taqvo mana bu yerda, taqvo mana bu yerda deb 3 marta ishora qilganlar. Taqvo mana bu qalbda, taqvo mana shu qalbda deya. Shuni unutmangki, masala zohirdagi kiyimda yoki chiroyli qiyofada emas. Ikkita amalni surati bir xil ko'rinishi mumkin. Ibn Qoyyim rahimahulloh aytganlaridek bir xil. Tasavvur qiling. Men va boshqa bir birodarim bir qatorda turib namoz o'qiyapmiz. Imom bir xil oyatlarni o'qiydi. Biz ikkimiz ham shu oyatlarni eshitamiz. Shu zikrlarni aytamiz. Namozni bir xil vaqtda ado qilamiz. Lekin barakati yuksak bo'lgan namoz ikkimizdan faqat birimizga nasib qiladi. Ya'ni birimizniki baland, ikkimizniki past. Uni sababi nima dedingiz? Qalbdagi holat sababli. Bu juda katta ma'noga Shayx Faysal. Inson buni yaxshi anglab yetishi kerak. Amallarni ko'taruvchi ham, pastlatuvchi ham bu qalbning o'zi. Masalan, 1 dirham 100 ming dirhamdan o'tib ketishi mumkin. Ya'ni bir banda 1 dirham sadaqa qiladi, lekin 100 ming dirhamdan afzal bo'lib ketadi. Nima uchun? Qalbdagi niyat uchun, qalbdagi hol uchun.